Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Efirda yoshlar vaqti ko'rsatuvining iqtidorli yoshlar sahifasi. Bugungi manzilimiz bu ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Urganch shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab internatidir. Bekorga internat demayapmiz, chunki bugun yoshlar uchun aynan mana shu yerda ular uchun maxsus turar joylar qurilmoqda, ya'ni yotoqxona desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan mana shu yerda yoshlar bekorga mana shu yotoqxonalarda turishmaydi, chunki ular bor imkoniyatlaridan foydalanib bu yerda ta'lim olishga harakat qilishadi. Ta'lim esa birinchi o'rinda turadi. Qancha ilm olsangiz, bu shuncha o'zingiz uchun yaxshi. Keling, yaxshisi hozir maktab haqida ko'proq ma'lumotlarni olish uchun biz mutaxassisga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz qanday? Xush kelibsiz. Rahmat. Bugun maktab jarayonida qanday imkoniyatlar bor yoshlar uchun, bular haqida ko'proq ma'lumotlar bersangiz, aynan bizni kuzatayotgan tomoshabinlarning menimcha shu 60% yoshlardan iboratdir. Maktabimiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-apreldagi Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi 106-sonli farmon asosida tashkil topilgan, ya'ni yangidan tashkil topgan maktab ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi. Yangi deyapsiz, shunday bo'lishiga qaramasdan bu yerda yoshlarimiz juda faolligini eshitganmiz. Shu uchun ham ko'rsatuvimizni aynan shu yerdan tayyorlamoqdamiz. Albatta, chunki viloyatdagi eng iqtidorli, eng talantli o'quvchilar aynan bizning maktabga kelgan, ya'ni ular ikki bosqichli imtihon asosida bu maktabga tanlab olingan o'quvchilar bu yerda hozir o'qib, demak, bilimini oshirmoqda. Hozir sizni mana shu jarayonlar bilan ham tanishtirishimiz mumkin. Bo'lmasam, tanishda davom etamiz. Birinchi navbatda qaysi jarayonlarni biz kuzatishimiz mumkin? Sizlar kelishdan sal oldin maktabimizda an'anaga aylangan ertalabki saflanish, ya'ni ertalabki saflanish bu haftada bir kunda bo'lib o'tadi. Bu saflanishda bir hafta davomida, demak, yutuqqa erishgan o'quvchilarimiz, olimpiadalarda, turli tanlovlarda, demak, o'zi ishtirokli o'quvchilarimizni biz maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlab, ularni qimmatbaho sovg'alar bilan yoki bo'lmasa sertifikatlar, diplomlar bilan taqdirlaymiz va undan tashqari o'sha bir hafta davomida o'quvchilarni odob axloq qoidalari, formasi, davomiyati bo'yicha biz hisobotini qilib olamiz. Aynan siz mana shu kun keldingiz, bugungi ertalabki saflanishimiz ham bo'lib o'tdi. Omadli kunlardan bittasi bo'libdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta. Aynan mana shu safda ham mana rag'batlantiriladi o'quvchilar deyapsiz. Bu menimcha boshqa o'quvchilarni ham mana shu jarayonga intilishini oshiradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta. O'quvchilarda keyingi haftada men ham chiqishim kerak degan bir motivatsiya bo'ladi-da, ular ham harakat qiladi. Mana shu respublika kanallarida, ya'ni ta'limga oid kanallarda e'lon qilinayotgan tanlovlar ham bor. O'sha tanlovlarda ham qatnashgan o'quvchilarimizni biz rag'batlantirib boramiz-da maktabga. Umumiy sarhisob qilib maktabda uni ham rag'batlantirib boramiz. Bu haftada chiqqan o'quvchi keyin qaysidir o'quvchining chiqishiga bu motivatsiya bo'ladi. Shuning uchun biz buni an'ana qilib olganmiz. Ertalabki saflanish bizning maktabimizda har hafta bir kuni o'tkaziladi. Undan tashqari maktabimiz bizlarni ixtisoslik fanlarga ixtisoslashgan, ya'ni tabiiy va aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan. Aynan bugun ixtisoslik fanlaridan, fizika fani ixtisoslik fanlaridan blok test ham o'tkazilyapti. Aynan ustozimiz o'zi tashabbus bilan chiqqanlar. O'sha jarayonni ham hozir birgalikda ko'rishimiz mumkin. Albatta, hozir birgalikda kuzatamiz test jarayonlari. Umuman olganda mana shu test jarayonlariga biz xalaqit berib qo'ymaymizmi? Yo'q, xalaqit berib qo'ymaymiz. Demak, ko'zlasak bo'ladi. Aynan o'quvchilarning o'zlaridan ham so'rashingiz mumkin. Ustozning o'zlaridan bu o'quvchilarning bilimiga qanday ta'sir qiladi? Ular bitiruvchi sinf bo'lganligi uchun ular aynan qaysi ta'lim nimaga, oliy ta'limga kirishni belgilab olgan yoshlar hisoblanadi. Ularni ham demak o'zlaridan suhbatlashib bilishingiz mumkin. Nima qilishmoqda hozir? Qaysi topish? Ha, albatta. Hozir birgalikda kuzatamiz. Irodaxon, mana shu maktabni boshqa maktablardan farqi nimada? Qanday farqlay olamiz buni? Aynan farqi, umumiy o'rta ta'lim maktablaridan farqi, bizning maktabda o'quvchilar 24 nafardan bitta sinfda o'qishadi. Undan tashqari ixtisoslik fanlarni 12 nafardan har guruhda, ya'ni 2 guruhga bo'lingan holda ixtisoslik fanlaridan 12 nafar o'tirishadi.
Yana bitta farqi bizni baholash tizimimizda ham farq bor umumiy o'rta ta'lim maktablariga qaraganda. Mana boya ochiq darslar haqida gapirib o'tgandingiz, u qanday bo'ladi, qaysi mavzularda va unda kimlar ishtirok etadi? Ochiq darslar o'zi reja grafik asosida bu tasdiqlangan, ya'ni 3-chorakka rejashtagi ochiq darslar mana boshlangan. Aynan bugun ham maktabimizda bir qancha ochiq darslar tashkillashtirilgan. Ochiq darslar qanday bo'ladi? Ochiq darslar ixtisoslik fanlarda o'sha aytganimdek 12 nafardan bitta sinfda o'tirishadi. Ixtisoslik bo'lmagan fanlarda 24 nafar o'quvchi ochiq darsda qatnashishi mumkin. Bu ochiq darslarni pedagoglar, maktab rahbariyati bevosita kirib, tahlil qilib, darsga o'zining fikrlarini berib ketishi mumkin bo'ladi. Bu oddiy maktablardan juda ham farq qilar ekan, chunki boshqa maktablarda o'quvchilar soni xonada ko'p bo'lishi mumkin, lekin bu yerda 24 nafar ekan atigi. Bu esa darsni menimcha sifatli o'tishiga ham va o'quvchi qabul qilishiga ham bir imkon beradi. Albatta, bu yerga baxtli yoshlar kelgan desak, mubolag'a bo'lmaydi, xato bo'lmaydi. Albatta, o'z ustida ishlaydigan, har tomonlama bir nima desam, yetuk, bilimli, iqtidorli yoshlar kelgan. Aynan hozir ko'rishingiz mumkin, fizika fanidan ochiq dars jarayoni bo'lmoqda. Bugungi mavzu richakning muvozanat shartini o'rganish. Richakka bir necha yuk ilinsa, uning chap yelkasiga ilingan yuk og'irliklari momentlar yig'indisi o'ng yelkadagi yuk og'irliklari momentlar yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni M1 moment M2 momentga teng bo'lishi lozim. Endi bu bo'yicha 3 xil holat mumkin. Ya'ni richakni biz kundalik turmushda 3 xil holatda ishlatishimiz mumkin. Demak, yukni ko'tarishda biz tayanch orqali ma'lum bir kuch ta'sirida og'irligi kattaroq bo'lgan yuklarni kichik kuch yordamida ko'tarishimiz mumkin. Ikkinchi holatda tayanch endi chap tarafda bir uchida, yukimiz o'rtada, kuchimiz tepaga qarab yo'nalgan bo'ladi. Uchinchi holatda esa yukimiz yuqorida, kuch bu tarafda bo'lishi mumkin. Endi buni qanday qayerlarda ishlatamiz? Demak, birinchi holatda biz nima? Amburni ishlatishimiz mumkin. Ikkinchi holatimiz bo'lsa bu arava, yuk ortilgan aravani ikkinchi holatga misol keltirishimiz mumkin. Uchinchi holatda esa demak gantelni ko'tarayotgan paytimizda biz demak uchinchi holatdan foydalanishimiz mumkin ekan. Okay, students, as you know, if you remember, I gave you to prepare some posters or project work, yeah? Yes. Are you ready? Yes. Did you prepare something for today? Yes. Okay, who will begin first? Whose work is ready? Please, Ekran. We recycle a trash bin with paper. We put our trash each correctly. First unit is plastic trash bins. Second unit is for paper. Finally, unit for glass. Okay, what is it made of? This is made of paper. Yes, of course. Thank you. Sit down. And who else? Please, you. Mashkura? This is a message board. It helps me to organize my plans and reminds me what to do. Okay. It is recycled aluminum and cardboard. There was once a mother pig who had 3 little pigs. My little pigs, now you are old enough to leave home. I will into the world to seek your future. Okay, Mom. Bye.
Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan sezgilarni rivojlanish treningini o'tkazamiz birgalikda. Bizlarning o'zi sezgilarimiz qaysilari bor? Ta'm bilish sezgimiz bor, eshitish sezgimiz bor, qo'l harakat sezgilari bor. Qo'l harakat sezgilaringiz qay darajada rivojlanganligini birgalikda shu yerda guruhchalarni bo'lamizdan qizlar jamoasi, yigitlar jamoasi atamizdan birgalikda shu yerda trening o'tkazamiz. Qo'l harakatlari qay darajada rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi darsimizning maqsadi vitaminlar haqida tushunchalarni shakllantirish, o'quvchilarga vitaminlar haqida ma'lumot berish, ularning turlari ahamiyatini har tomonlama tushuntirib, yoritib berish. Vitamin so'zini ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, vitaminlarni birinchi bo'lib rus olimi Nikolay Ivanovich Lunin tomonidan 1880-yilda ochilgan, o'zini fan nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan, mana shu vitaminlarga bag'ishlangan vitamin atamasini lekilli polyak olimi 1911-yilda Funk tomonidan vitamin atamasi fani kiritilgan. Vitaminlarimiz asosan quyidagi guruhlarga ajratiladi: yog'da eriydigan vitaminlar va suvda eriydigan vitaminlar. Yog'da eriydigan vitaminlarga A, D, E, K vitaminlari misol bo'ladi. Suvda eriydigan vitaminlarimizga B guruh vitaminlari va C vitaminlari misol bo'ladi. Demak, bundan 130 yil ilgari odam va hayvon organizmida oksil, uglevod, yog', suv va mineral tuzlargina kifoya degan fikrlar ilgari surilgan. Bundan ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng odam organizmida turli xil kasalliklar kelib chiqqan. Bularga misol bo'lib beri-beri kasalligi va singa kasalliklarini misol qilishimiz mumkin. Beri-beri kasalligi bu nerv sistemasining zaiflashuvi hisoblanadi. Singa kasalligida esa milklar qonab, tishlar tushib, bo'g'imlar og'riy boshlaydi. Bu kasalliklar ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng butun dunyoning 60-70%ni egallaydi. Ya'ni bu kasallik dengizchilarda juda ko'p uchraydi. Olimlar bu kasalliklar ustida ilmiy izlanishlar olib boradi. Masalan, dengiz floti qo'mondoni Funk o'zining dengizchilariga ovqat ratsioniga limon kiritishni taklif qiladi va ularning nomi tarixda limonxo'rlar deb qoladi. Bundan so'ng esa yaponiyalik olim Takaki o'zining dengizchilarida tajriba o'tkazadi. Ya'ni ikkita kemada 300 ta insondan iborat ikkita kema 9 oy davomida suzadi va ularning birinchi kemasida hayvon mahsulotlari, ikkinchisida esa sabzavot mahsulotlari bo'ladi. Bundan so'ng hayvon mahsulotlarini iste'mol qilgan odamlarda beri-beri kasallikka uchraydi va ularning 25 nafari vafot etadi. Ikkinchi kemadagi dengizchilar esa 14 nafari kasallikka uchraydi va ularning hech birida o'lim holati kuzatilmaydi. Bundan keyin Takaki shunday xulosaga keladiki, sabzavotlarda qandaydir biologik faol moddalar uchrashi ularning odam organizmi uchun eng muhim biologik faol moddalar hisoblanishini haqidagi fikrni tasdiqlaydi. Bunga esa Lunin sichqonlarda tajriba o'tkazganidan so'ng biologik faol moddalar, vitaminlar sabzavotlarda bo'lish haqidagi fikrni ilgari suradi. Lekin ularga vitaminlar deb nom qo'ymaydi. Bu biologik faol moddalarga esa Funk nom qo'yadi va ularni guruch kepagida topganligi tufayli ularning tarkibida aminlar bo'ladi va vita hayot va aminlar, hayot aminlari deb nom qo'yadi. Keyinchalik bu biologik faol moddalar tarkibida aminlar topilishi bo'lsa ham, bu biologik faol moddalarning nomi tarixda vitaminlar deb saqlanib qoladi. D vitamini kalsifirol. Kalsifirol organizmda fosfor va kalsiy almashinuvini ta'minlaydi va rahit kasalligini oldini oladi. Rahit kasalligi bu suyaklarning deformatsiya bo'lishi va nerv sistemasining ishi buzilishi hisoblanadi. Rahit kasalligini oldini olishning eng yaxshi usuli bu kunduz kuni quyosh ostida sayr qilish hisoblanadi. Chunki D vitamini boshqa vitaminlardan farqli o'laroq terida ultrabinafsha nurlari orqali sintez qilinadi va unga asosan tuxum sarig'i, saryog', baliq mahsulotlari boy bo'ladi. Vitamin E ikkinchi nomi tokofferol. Uning asosiy vazifalari nerv sistemasini
ishini oshiradi, mushaklarni baquvvatlashtiradi va ichki a'zolarda yog'da eriydigan barcha vitaminlar, ayniqsa retinolning to'planishiga yordam beradi. Soch, tirnoq va teri kasalliklarini oldini oladi. Uning foydalaridan biri A vitamini bilan qo'shilishib, o'pkani notoza havodan saqlaydi. U yetishmasa kamqonlik kelib chiqishi mumkin va teri mushak tolalarining bo'shashishi, ya'ni ajin bosishiga olib keladi. Uning taqchilligini oldini olish uchun vodoprovoddan keladigan xlorli suvni kamroq iste'mol qiling. Vitamin A, ikkinchi nomi retinol. A vitamini ko'rish uchun, o'sish uchun, immunitet hosil bo'lishi uchun juda foydali. Vitamin A yetishmasa, shapko'rlik, kseroftalmiya, ko'z shilimshiq moddasi qurishi kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Vitamin A ning kunlik ehtiyoji 1600-5000 milligramga teng. Biz vitamin A ni sabzida, qovoqda, o'rikda, yana baliq yog'i, baliq go'shti, hayvon jigari, tuxum, pishloq, qaymoqda juda ko'p uchratamiz. Demak, kunlik iste'mol qiladigan mahsulotlarimizda bu vitamin juda ko'p bo'lishi kerak. Oziq-ovqat mahsulotlarida vitaminlarning saqlanib qolishi ularning tayyorlash texnologiyasi, ovqat pishirish jarayoniga bevosita bog'liq bo'ladi. A, B1, B2 guruh vitaminlari har qanday ta'sirga chidamsiz bo'ladi. A guruh vitaminlarini ovqatni pishirish jarayonida, mevalarni quritish jarayonida parchalanib ketadi. B guruh vitaminlari o'simliklarda 4dan 1 qismi saqlanib qolsa agar, hayvon mahsulotlarida 16-15% tashkil qiladi. A guruh vitaminlardan sabziga keladigan bo'lsak, pishirilgan sabziga nisbatan xom sabziga vitaminlar 2 barobar ko'proq saqlanib qoladi. Demak, endi go'zallik va sog'lik vitaminlariga keladigan bo'lsak, sochlarimiz uchun A guruh vitaminlari B2, B6 guruh vitaminlari zarur bo'ladi. Ko'zlarimiz uchun esa A va B2 vitaminlari, tishlar uchun C, E, D vitaminlari, tirnoqlar uchun zarur A, D, C vitaminlari, ter va butun organizmga ta'sir ko'rsatadi. A, B1, B2 va E guruh vitaminlari ta'sir ko'rsatadi. Biz doimo go'zal va chiroyli bo'lib yurishni xohlasak, doimiy ravishda vitaminlarni iste'mol qilishimizga to'g'ri keladi. Bugungi darsimizning shiori: biz sog'lom turmush tarafdorimiz. Sog' tanda sog'lom aql. Iroda opa, mana dars jarayonlari tugadi. Endi o'quvchilar darsdan keyin nimalar bilan mashg'ul bo'lishadi? Darsdan keyin yoshlarning ma'naviyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasidagi to'garaklar bizning maktabimizda ham muntazam faoliyatni olib bormoqda. Bu to'garaklarga o'quvchilarning o'quv yili boshidan so'rovnomalar o'tkazilib, o'quvchilarning qiziqishlariga qarab turib, o'sha to'garaklarga jalb qilganmiz. Hozir guvoh bo'lishingiz mumkin, musiqa fanidan musiqa to'garagi jarayonini ko'rishingiz mumkin. Albatta, lekin umuman olganda maktabda nechta to'garak bor? Maktabimizda fan to'garaklaridan tashqari ijodiy to'garaklar ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Bularga masalan web dizayner, yosh dasturchilar, musiqa to'garagi, yosh rassomlar, mohir qo'llar to'garagi, yosh innovatorlar to'garaklari va kitobxon o'quvchilarimiz, ya'ni kitobxon o'quvchilarimiz uchun ham alohida yosh kitobxon to'garaklari demak faoliyat olib bormoqda va bu to'garaklarga aynan o'sha ijodkor o'quvchilar, iqtidorli o'quvchilar demak qatnashadi. Bu darsga xalaqit bermagan holatda darsdan keyin bo'ladi. Fan to'garaklaridan tashqari sport to'garaklari, buni ham hozir birgalikda ko'rishimiz mumkin. Albatta. Uzatamiz. ixtisoslashtirilgan maktab internatlari hamda ixtisoslashtirilgan maktablarni tashkil qilishdan asosiy ko'zlangan maqsad iqtidorli o'quvchilarni tanlab olish, ularga o'zlarini namoyon qilishlari uchun munosib shart-sharoit yaratish ma'nosida tashkil qilindi. Umumta'lim maktablaridagi eng iqtidorli o'quvchilar ixtisoslashtirilgan maktab internatlariga tanlab olingan test sinovlari asosida. Maktabimiz bitkazuvchilar o'zini sohasini eng yutuq
kadr bo'lishiga alohida e'tibor qaratiladi. Bunda asosan aniq fanlar hamda tabiiy yo'nalishlarga ixtisoslashgan ikkita yo'nalish bo'yicha aniq fanlarda fizika, matematika, ingliz tili, O'zbekiston tarixi chuqurlashtirib o'qitiladigan bo'lsa, tabiiy fanlarda kimyo, biologiya, O'zbekiston tarixi hamda ingliz tili fanlari chuqurlashtirib o'qitiladi. Bu bitkazuvchilar kelajakda nafaqat O'zbekistonning eng nufuzli universitetlarida, balki xorijni eng reytingi yuqori bo'lgan universitetlarda o'qish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Chunki har bir bitiruvchi bizning maktabimizni tugallayotgan vaqtida xalqaro darajada yoki milliy sertifikatga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Maktabning asosiy bu salohiyati eng yaxshi mutaxassis pedagoglar jamoasi bilan baholanadi. Maktabimizning pedagog jamoasi Prezident ta'lim muassasasi agentligi 3 bosqichli tanlov asosida pedagoglar jamoasi tanlab olingan. Bunda uning bilim salohiyati, metodikasi hamda ish faoliyatiga qaratilgan va asosan demak tanlangan o'qituvchilarning aksariyati yosh pedagoglar hisoblanadi. Ularda ham albatta qaysi fan nuqtai nazaridan kelib chiqishidan qat'iy nazar xorijiy tilni bilish talabi ham hisobga olingan. Shuning uchun ham pedagog jamoamizda ham har bir eng kichik yoshdagi hamda katta tajribali o'qituvchilarimiz ham o'z bilimi, o'zini pedagog mahorati bilan o'quvchilarimizga eng sifatli ta'limni bera oladigan o'qituvchilar tanlab olingan. Maktabimiz 2022-yil 14-apreldagi prezidentimizning 106-sonli farmoyishi asosida tashkil qilingan bo'lib, maktab tizimi yangi tizim asosida shakllanyapti. Pedagoglarni bevosita malaka oshirish bilan bog'liq jarayonlarga ham alohida to'xtalib o'tilgan. Nafaqat O'zbekistondagi malaka oshirish institutida, balki chet ellarda ularni malaka oshirish imkoniyati rejalashtirilgan. Bizda ham chet ellik mutaxassis pedagoglar kelib dars berish ham yaqin kunlarda bu ham rejalashtirilgan. O'quvchilarimizni o'qish bilan bir vaqtning o'zida aynan o'zini yo'nalishidan kelib chiqqan holatda amaliyotlarni o'tash masalasi ham bizning maktablarimizga yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun ham bugungi kunda viloyatimizdagi 10 ga yaqin yirik ishlab chiqarish korxonalari bilan memorandumlar imzolangan. Bevosita o'quvchilarimiz aynan o'sha korxonalarning o'ziga borib, o'z ko'zi bilan shu ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rib va o'zida bu qiziqish paydo bo'lishi yoki bo'lmasa unda qandaydir kreativ yangi fikrlar, g'oyalar paydo qilish uchun ham bu narsa memorandumlar yo'lga qo'yilgan. Ixtisoslashtirilgan maktab internatlar agentligini Xorazm viloyati hududiy bo'limi rahbariyati jamoasi bilan, ularning metodik yordamlari bilan maktabimizda juda ham ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Bevosita hamkorlikda juda ham ko'p tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Albatta bu yerda ham ixtisoslashtirilgan maktablar Xorazm viloyati hududiy boshqarmasining o'rni, roli ham bizni bugun maktabimiz rivojida juda ham katta hisoblanadi. Bugungi kunda ta'limni mazmuni sifatida maktabimizda eng asosiy birinchi narsa bola farovonligi, ya'ni o'quvchining farovonligi bu yerda masalasi qo'yilgan. Ikkinchi masala samarali ta'lim tizimi yo'lga qo'yish. Uchinchi masala bevosita shaffoflik nuqtai nazaridan mana shu asosiy bugungi ishimizni dastur amal qilib olganmiz. Dasturlashga juda qiziqaman. Bolaligimdan shuni qiziqib kelyapman. Hozirda Python dasturlash tilini bilaman. Python dasturlash tili o'zi backendga asoslangan, backend uchun ishlaydi. U Pythonda Telegram bot va veb-saytlarning backend qismini qilsa bo'ladi. O'zimning portfolio veb-saytimni yaratganman. Kinolar uchun Telegram bot qilib berganman, mijozlar uchun. Kelajakda full stack dasturchi bo'lish niyatim bor. Bu saytning backend va frontend qismini o'zi qila oladigan, noldan qila oladigan dasturchi hisoblanadi. Dasturchi bo'lish uchun kodni ko'chirmasdan uni mantiqini tushunib o'rganish kerak. IT yo'nalishida to'xtab qolsangiz bo'lmaydi. Chunki kundan kunga yangi modullar, dasturlash tillari yaratilyapti. Bir kun to'xtab qolsangiz bo'ldi-da, keyin o'rganishingizga kech bo'lib qolishi mumkin. Asosiy ingliz tili kerak. Chet elda ishlaganda ham ingliz tili kerak bo'ladi. Hurmatli teletomoshabinlar, biz ko'rsatuvning eng qiziqarli jarayoniga keldik desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki mana shu yon atrofimda o'tirgan o'quvchilarning barchasi eng iqtidorlilar. Ko'rsatuvimizning boshida aytib o'tgandik, ushbu maktab internatida eng iqtidorlilar ta'lim oladi deb. Bugun ana shu iqtidorlilar bilan yaqindan tanishamiz va hozir keling, yaxshisi mana shu o'quvchini suhbatga tortamiz. Biz sizni juda yaxshi bilamiz. Qo'lingizdan turli xil mahsulotlarni chiroyli yasash keladi va bunga tomoshabinlar ham menimcha amin bo'lishgan. O'zi aslida nimalarga qiziqasiz bundan tashqari? O'zim to'g'risini aytsam,
barcha narsaga qiziqaman. Asosan bir yo'nalishda ketishni xohlamayman. Musiqaga, rassomchilikka agar nima meni qiziqtirsa, shu bilan jiddiy shug'ullanishni yaxshi ko'raman. Rassomchilik va haykaltaroshlik asosiy yo'nalishim. Bundan tashqari, maktabimizda ximiya, biologiya to'garaklarida ham o'z faoliyatimni olib boraman. Qiyin emasmi? Chalkashtirib yubormaysizmi? Yo'q, odatda ikkalasi bir-biriga zid to'g'ri keladi, ammo bu men ikkalasini ham baravar teng olib borishga harakat qilaman. Agarda siz yaxshi ko'rsangiz, qilayotgan ishingizni, o'rganayotgan narsangizni bu umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Aksincha, hozirda men haykaltaroshlikning relyefli usulida anatomiya asosida ikkalovini birlashtirib ishlayapman. Ya'ni bu haykaltaroshlikda o'zimni anatomiya bilan bog'ladim-da. Qiziqtirib qo'ydingiz, umuman olganda vaqtni qanday rejalashtirasiz? Asosiy hozirda o'quvchilar uchun muhim narsa bu vaqtni to'g'ri taqsimlash. Chunki men oldindan oylar, yillar, kunlarim, soatlarimni ham vaqtida chamalab, barchasini hisoblab chiqaman va shu reja asosida harakat qilaman. Eng birinchi navbatda maqsadlarni rejaga aylantirish kerak. O'shandagina bu rejalar asosida harakatlanganda oxirida albatta natija yaxshi chiqadi. Maktabda yana saf ko'rigi degan an'ana bor ekan. Ushbu an'anada, misol uchun, hafta davomida o'sha yutuqlarga erishgan yoshlar maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlanar ekan. Bunday taqdirlanishlarga siz ham muvofiq bo'lganmisiz? Joriy yilda Zulfiya nomidagi davlat mukofotini respublika bosqichida qatnashib keldim va tabriklaymiz. Rahmat. Shu kunlarda javoblari chiqib qoladi. O'sha Zulfiya nomidagi davlat mukofoti uchun tayyorgarlikni ham aynan shu maktabimda olib borganman. Avstraliyaning Melburn va Polshaning Poznan shahri hamda International and Development xalqaro jurnalda san'at bo'yicha maqolalarim ingliz, rus tillarida chop qilindi. Bunga eng avval bu meni yutug'im emas, maktabimizning yutug'i deb bilaman, chunki shu yerda o'qitayotgan meni har bir o'qituvchimning hissasi bor. O'qituvchingiz kim? O'qituvchim Qalandarova Nina ustoz biologiyadan o'qitadi va Yakuba Donaza ustoz ingliz tilidan o'qitadi. Albatta, mana shu ustozlar berayotgan bilimlari besamar ketmayapti ekan, ha? Siz ulardan ko'proq o'sha talab qilib olyapsiz, o'rganyapsiz va qolaversa mana chet davlatlarida maqolalarim ham chiqyapti deyapsiz. Bundan biz juda ham xursandmiz, ammo chet davlatlarini o'sha jurnallarida maqolalarni chop ettirish biroz qiyin, biroz emas, anchagina qiyin. Sababi qanday erishdingiz? Bu o'zingning yo'nalishing bo'yicha, aynan san'at yo'nalishi bo'yicha hozirda O'zbekistonda o'quvchi yoshlar orasida faqat shu rasmlar chizish bilan cheklanib qolyapti. Ammo men shu maktabga kelib shu narsani angladimki, san'at yo'nalishida gazeta va maqolalarda bu narsalar haqida ma'lumot berilmagan. O'zingning yo'nalishingdagi bilim salohiyatlaringni yana qo'shimcha ingliz tilida olib borishing kerak. O'sha paytlarda tarjima paytlari biroz mushkul kechadi. O'sha paytdagi qiyinchiliklarni yengsang, albatta natijasi yaxshi chiqadi. Rahmat sizga, ishlarga muvaffaqiyat tilayman. Endi kelajakdagi orzularingiz? Rahmat. Kelajakdagi orzularim, odatda orzularni juda ham ko'p deb aytashadi. Meni ham orzularimning chek-chegarasi yo'q. Bitta orzu, ushalgandan so'ng yana orzu, yana ketaveradi. Xudo xohlasa joriy yilda universitetga tayyorlanyapman va shu yerga grant asosida kirish. Toshkent tibbiyot akademiyasiga. Doktor bo'lmoqchimisiz? Shifokor bo'lmoqchimisiz? Orzularingizga mana shu intilishingiz bo'lsa, albatta erishasiz. Muvaffaqiyat. Azizlar, keyingi o'quvchimizga yuzlanamiz. Ular IELTS sertifikatini qo'lga kiritishgan, asosiysi bu 7 ballik bo'lgan. Keling, yaxshisi ularni o'zidan eshitamiz jarayonlarni. Marhamat. Assalomu alaykum. Maktabimizga xush kelibsiz. Men shu maktabning 10-sinf o'quvchisiman, O'razmet Vaseyenjoy va shu 2020 o'tgan yil 2022-yili sentyabr oyida IELTS imtihonini Toshkent shahrida topshirib keldim va bunda o'zim kutgan natijalarga erishdim. 7 ballni qo'lga kiritdim. Bu va yana meni quvontirgan narsa, bu 7 balldan tashqari IELTSning listening bo'limidan eng maksimal ball, eshitib tushunish bo'limidan maksimal 9 ballni qo'lga kiritdim. Hozirda buni eshitgandan keyin albatta o'qituvchimni o'zlari va tengdoshlarim hayratda qolishdi va mendan buni sirlarini so'rashdi. Va aytmayman dedingizmi? Sirlarini aytmadingizmi? Qo'limdan kelgancha ularga yordam berdim. Ingliz tilini yanada chuqurlashtirib o'rganyapman. Aslida soham texnologiya, dasturiy ta'minot yo'nalishi. Lekin aynan siz tanlagan mana shu yo'nalishga albatta ingliz tili kerak. Albatta ingliz tili kerak, chunki hozirda bilamiz, dasturlash ayniqsa
keng tarqalgan va hamma dasturlash tillari ingliz tiliga asoslangan va kelajakda keyingi yili 2023 yil noyabr oyida chet el universitetlariga bir qancha tanlagan chet el universitetlarimga hujjat topshirmoqchiman va bunda IELTS imtihoni o'zi yetmaydi va yana Amerika tomonidan ta'sis etilgan imtihon SAT imtihoni va bunga hozirda tayyorgarlik olib boryapman. Xudo xohlasa yozda topshirib o'ylagan natijalarimga erishsam orzuyimdagi universitetlarga grant yutish maqsad qilganman. Bundan tashqari endi soham texnologiya bo'lgani uchun faqatgina ingliz tiliga e'tibor qarata olmayman. Hozirda dasturlashni o'rganyapman. Chet elda ishlab chiqarilgan Coursera platformasi bor, unda onlayn darslar jamlangan va bu onlayn darslardan men hozirda Meta kompaniyasi tomonidan tayyorlangan onlayn darslarni kuzatyapman. Aslida bular onlayn darslar pullik edi. $50 edi har oyiga, lekin endi moliyaviy yordam qismiga yozdim va shu menga Meta kompaniyasi o'zining onlayn darslarini 100% chegirma asosida menga shu ochib berishdi. Hozirda saytda tomosha qilib darslarni olib videolarni tomosha qilib o'rganyapman va buni ustun jihati bu kurslarni kurs oxirida menga shu kursni tamomlaganlik haqida sertifikat beriladi va bu sertifikatlar universitetga topshirish jarayonda bu katta rol o'ynaydi. 7 ballni qo'lga kirishni o'zi bo'lmaydi. Qanday qilib bu jarayonlarda, ya'ni qanday qilib bu muvaffaqiyatga erisha oldingiz? Aslida yuqoriroq edi maqsadim, lekin ballni qanchalik yuqoriroq qo'ysangiz shuncha harakat qilasiz qattiqroq. Bilamiz, IELTSda 4 bo'lim bor. Har biri uchun kamida kuniga 2 soatdan shug'ullanish kerak va shu 8 soat talab qiladi. Birinchi navbatda sabr kerak va eng birinchi IELTSga tayyorlanishni boshlashdan oldin, ya'ni bizda general English deymiz, umumiy ingliz tilimiz yaxshi bo'lishi kerak, lug'at boyligimiz, grammatika va so'z boyligi va so'zlashuvdagi ravonlik muhim rol o'ynaydi va shu agar shu uchtasini biz yaxshi shakllantirsak, natijalar 7 va undan yuqori ball bo'ladi. Hozirda IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'ryapman va asosiy yo'nalishim kimyo biologiya. Topshirmoqchi bo'lgan universitetim esa Toshkent tibbiyot akademiyasi bo'ladi. Lekin undan tashqari ingliz tili bu meni hobbim. Chet el universitetlariga topshirish uchun med yo'nalishiga IELTSga tayyorlanyapman va undan 7+ olishga harakatim, xudo xohlasa. Amerikada yoki Londondami, Angliyada med yo'nalishi bo'yicha doktorlik faoliyatimni olib borib, shu yerda o'qib, yurtimizga kelib, tibbiyot sohasini rivojlantirishga katta hissamni qo'shmoqchiman. Ajoyib fikr. Bizga shunday shifokorlar juda ham kerak. Ko'pchilik mana shu chet davlatlarida malaka oshirganidan keyin u yerda qolib ketadi. Balkim sizga ham shunday takliflarni berishar, yaxshi maoshlarni taklif etishar. O'zbekistonni ham tibbiyot sohasini kengaytirib, u yerda har xil malakali kadrlar tayyorlash kerak. Shunday deb o'ylaysiz, a? Amerikani tibbiyot sohasi bilan O'zbekistonni tibbiyotini tenglashtirish. O'ylaymiz, kelajakda albatta shunga hissa qo'shasiz degan umiddamiz. Rahmat. Mana shunaqangi bir intilishlaringiz albatta rivojlanishdan darak beradi. Tibbiyot sohasiga kirish ham uncha oson emas, qiyin kirish. Hozirda 3 ta tayyorlovga boryapman IELTS uchun, kimyo biologiya uchun. Lekin chet elda o'qish va yaxshi doktor bo'lish uchun harakatim to'xtamasligim kerak, qiyin bo'lsa ham. Kim sizni qo'llab-quvvatlaydi? Birinchi o'rinda uyimdagilar, ota-onam, ikkinchi o'rinda maktabimizdagi ustozlarim yordam berishadi. Eng quvonarlisi, men eng yaxshi xorijiy til maktab ko'rik-tanlovida respublika bosqichida ishtirok etganman va prezidentimiz tomonidan berilgan Londonga bir haftalik sayohatni qo'lga kiritganmiz va borganmisiz Londonga? Xo'p, qanaqa bo'lgan jarayonlarni o'rtoqlashsangiz-chi? Bizaga prezidentimiz tomonidan 55 milliard so'm ajratilgan, 70 nafar o'quvchiga respublika bo'ylab, shularning orasidan Xorazmdan 5 nafar o'quvchi, ularning orasida men ham bo'lganman. Londonga borganimizda bizani agentstva olib borgan, Oxford, Cambridge, keyin Windsor Castle
Elizabetni saroylariga, muzeylarga olib borishgan. Taassurotlar juda kuchli, zo'r bo'lgan. Ko'pchilik tengdoshlarimni orzusi bu Londonga borish, lekin men o'zim 15 yoshimda Londonga boraman deb o'ylamagandim. Ajoyib bo'lgan bo'lsa kerak-a? Baribir zo'r motivatsiya olgan bo'lsangiz kerak. Chet davlatlarda bo'lgan yoshlar, umuman hamma u yerlardan motivatsiya olib keladi, chunki baribir rivojlangan davlatlar, ong o'sadi, bilim olasiz, kuchga to'lib kelasiz, Kelib, masalan, o'rtoqlaringizga ham gapirib berganmisiz? Hamma o'rtoqlarim bilgan, bizning kanallarda chiqarib, hamma kelganimdan keyin havas qildim, qanaqa qilib yutding, qanaqa qilib ketding. Bu asosan prezidentimizni bizga ajratgan e'tibori, shuncha summadagi pul, bizani shu chet elda o'qib, u yerda malaka oshirib, o'qib kelishimiz uchun shuncha yaratilgan imkoniyatlar bo'lgan. Endi ana shu imkoniyatlarga yarasha siz natijasini ham ko'rsatib beramiz. Mana shuncha iqtidorli qizlarning ichida bitta iqtidorli, kuchli yigitimiz o'tiribdi, uni suhbatga tortamiz. O'zingizni tanishtirsangiz? Assalomu alaykum. Mening ismim Akbar, familiyam Ahmedov. Men 9-sinf o'quvchisiman. Men ko'pincha IT texnologiyalarga, ingliz tili va matematikaga qiziqaman. Chunki ular bir-birisi bilan bog'liq. Men ham Angliyaga borib keldim, London shahriga. U yerda 2 hafta bo'ldik. Seferda B2 sertifikatini olib keldim. Ajoyib. Angliya haqida bizga gapirib bering. Angliyada u yer juda rivojlangan davlat ekan. U yerda hamma narsa boshqacha, sistemasi, masalan, ta'lim sistemasi ham boshqacha ekan. Bu yerdagidan juda rivojlangan, ancha farq qiladi. U yerga borgandan keyin, qaytib kelgandan keyin men o'zimga bir maqsad qo'ydim, ya'ni o'zlarimizning Xorazmning, butun davlatimizning o'qish tizimini, hamma tizimini ularning darajasidan ham yuqoriga tiklash maqsad qo'ydim o'zimga. Maqsadlaringizga albatta erishing. Endi mana IT yo'nalishi deyapsiz. IT yo'nalishlari juda ham ko'p. Siz qaysi tillarni bilasiz? Dasturlash tillarini bilasizmi? Ha, hozirda Python tilini o'rganyapman. Asosan faqat Python tilini o'rganishyapti. Nega? Juda rivojlangan, o'rganish juda oson va dasturlarni yaratish ham qulay. Qulay bo'lgani uchun. Rahmat. Kelajakda qanaqa orzularingiz bor, Akbar? Kelajakda orzularim ko'p. Masalan, 3-4 ta yo'nalish bo'yicha professional bo'lishni istayman. Bobomning dadasi sudya bo'lganlar, ular kabi sudya bo'lishni ham istayman. U yo'nalishda huquq, tarix ularni ham o'rganyapman, hamda matematika, ingliz tilini, IT yo'nalishi u kelajak uchun endi kerak bo'ladi. Yigit kishiga 70 hunar ham oz deganlaridek, siz hamma hunarlarni yoki bo'lmasam kasblarni o'rganib chiqmoqchisiz. Ha, shunaqa qilmoqchiman. Bu yerni tugatgandan keyin albatta chet el universitetlariga o'qishga kirmoqchiman. Hozir aytib o'tganimdek, bitta yo'nalishga emas, har xil yo'nalishga qiziqaman. Meni bobom aytardi, o'qish, faqat o'qish, shu degandek, men bilim olish kerak. Charchab qolmaysizmi? Chunki juda ko'p maqsadlarni belgilagansiz-da, ularga erishishni o'zi bo'lmaydi. Charchab bo'ladi, masalan, ko'p vaqtlari bo'lgan, dars vaqtida uyga vazifani qilayotgan vaqtda uxlab qolgan vaqtlarim ham bo'lgan. Lekin agar maqsad qo'yilsa, unga erishish niyat bo'lsa, u ish amalga oshadi ekan. Demak, siz amalga oshiryapsiz sekin-sekin. Amalga oshiryapman. Rahmat Akbar, ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Keyingi o'quvchimizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Ismim Abdaxatova Marjona va hozirgi kunda shu maktabning, ya'ni ixtisoslashtirilgan prezident internatining 11-sinf o'quvchisiman. Xo'sh, nimalarga qiziqasiz? Bizni bugun nimalar bilan lol qoldirishingiz mumkin? Xo'p, to'g'risini aytganda, o'zim yoqtiradigan yo'nalishim bu lingvistika. Hozirgi kunda IELTS testining 6,5 ballik darajasini olganman. Sentyabr oyida Amerikaning nufuzli universitetlariga topshirgandim. Qanaqa bo'ldi natijalar? To'g'risini aytganda, yaxshiroq natija kutgandim, lekin bunisini ham yomon deb ayta olmayman. Masalan, Amerikaning 7 ta universitetidan pozitiv javob qaytarishdi, ya'ni ular o'qishlariga qabul qilindim.
7tasiga ham? 7tasiga. Aha. Xo'p, ularni ham yo'nalishlari har xil belgilagandim. Masalan, IT yo'nalishi ham bor edi u yerda. Matematika yo'nalishlari ham bormi? Albatta, iqtisodga o'zim qiziqaman. Shuning uchun u yerda ko'proq marketing yo'nalishini tanlagandim. Marketing yo'nalishi. Xo'p. Qachondan o'qish boshlanadi? Aslida avgustning oxirrog'ida boshlashadi u yerda o'qishni. Hozirgi kunda men Kent State University'ni tanladim va u universitet Ogayo shtatida joylashgan. Amerikadagi eng tinch shtatlardan biri. Shuning uchun ham shu shtatni tanladim desam bo'ladi. Nima uchun aynan shu universitet? Chunki bu universitet boshqa universitetlarga nisbatan juda farq qiladi va u yerda xalqaro munosabatlarni, ya'ni davlatlar o'rtasidagi politikani yaxshi o'rgatishadi. Va hozirgi kunda ham yanvar oyida bolalarni, ya'ni maktabimizdagi o'quvchilarni yanada o'qishga qiziqtirish uchun trening o'tkazdim. Ya'ni bu treningda Amerikaga qanday topshirish, qanaqa qiyinchiliklari bor, nimalar qilish kerak, shular haqida ma'lumot aytib o'tdim. To'g'risini aytganda, men bu treningimda odam juda kam bo'ladi deb o'ylagandim, lekin bu zalimiz deyarli to'lib o'tirdik. Men juda ham mamnunman bu narsadan. Ya'ni ularga yaxshi narsalarni o'rgata oldim degan umiddaman. Mana shunaqangi trening jarayonlari insonga bir motivatsiya beradi, ruhlantiradi-da. O'quvchilardan ham sizga savollar bo'ldimi? Misol, qanday savollar bo'ldi agar sir bo'lmasa? Deyarli qiyin savol bo'lmadi. Ya'ni topshirish jarayoni. Siz shu qiyin emasda endi? Bilimli insonlarga yuzlangan odam qiynalmaydi, to'g'ri. Menga ya'ni platforma haqida so'rashdi. Qaysi platformada topshirish osonligini men albatta bu savolga javob berdim. Ya'ni u platformada 20 ta universitetga tekin topshirsa bo'ladi. Bepul, bepul, albatta. Yana so'radiganlar, ya'ni motivatsiyangiz yo'qolganda nima qilasiz degan savol ham bo'ldi. To'g'risini aytganda, meni o'zim ham El-yurt umidi jamg'armasi hammamiz eshitganmiz. Aynan shu jamg'arma orqali ketgan o'quvchilarimiz bor, ya'ni studentlarimiz o'zbeklar. Hozirgi kunda Amerikada o'qib yurishibdi. Aynan shu studentlarni Telegram yoki Instagram kanallarida kuzatib boraman. To'g'risini aytganda, o'zim ham go'yoda o'qishga bo'lgan motivatsiyamni yo'qotaman, lekin ularni qo'ygan postlari, ya'ni maqolalarni o'qib, ko'rib juda havas qilaman va motivatsiyam sirazu paydo bo'ladi. Ya'ni tez ularga havas qilgan holda, albatta. Rahmat. Kelajakda demak orzularingiz? Orzularim, Xudo xohlasa men ham shu El-yurt umidi jamg'armasiga topshirmoqchiman. Hozirgi kunda tayyorlanib yuribman va albatta u yerga borib, yaxshi o'qishlarda o'qib qaytib kelgandan keyin yutuq kadr bo'lib, albatta o'z hissamni qo'shmoqchiman O'zbekistonda rivojlanishida. Rahmat katta, omad tilayman sizga. Hozir mana shu yerga yig'ilgan iqtidorlilar ichida kitobxonlikka ham qiziqadiganlari bor. Hozir ularni suhbatga tortamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Sabir va Maftuna. Men mana shu ixtisoslashtirilgan maktabni tabiiy yo'nalishindagi 8-sinf o'quvchisiman. Maftunaxon, qaysi kitoblarni o'qidik endi? Ko'p kitoblar o'qiganman, lekin bularning orasidan ko'pincha menga yoqadoni Alvido bolalik 5-sinfda Tomaris avlodi jurnalinda va Ogohiy izdoshlari kitobida she'rlarim chop etilgan. Men orzuyim shifokor bo'lish. Hozirda men biologiya, ingliz tili, ximiya va matematika faniga to'garaklarga boraman. Ko'p kitoblarni o'qidim deyapsiz. Alvido bolalik yoqadi faqat. Muallif kim uni? Tohir Malik. Xo'p, nimalarni ola olgansiz o'sha kitobdan? Birinchi navbatda ota-onamiz borligiga shukr qilish, yomon insonlar safina hech qachon qo'shilmaslik kerakligini. Umuman olganda ibrat bo'ladigan kitoblardan bittasi. Yana nimalarga qiziqasiz? Biologiya fanida olimpiadalarga qatnashganman. Qanday bo'lgan natijalar? Yaxshi bo'lgan. O'tgan yil Al-Xorazmiydan 2-o'rinni olganman. Hozirda Al-Xorazmiydan bu yerga kelgan o'rin ololmadim, lekin STEM olimpiadasidan oldim. Endi uni agentlik maktablari o'rtasida bo'lib o'tadi. Shunga tayyorgarlik ko'rasiz. Men katta orzuyim shu STEM olimpiadasidan xalqarogacha chiqib, xalqarodan ham o'rin olib, tibbiyot institutiga ekzamensiz qabul qilinish. Rahmat sizga. Keyin Zulfiya mukofoti sovrindori bo'lish va biologiyadan milliy sertifikatdan eng baland ballni olish. Xo'p, buning uchun nimalar talab qilinadi? Ko'p mashaqqat, sabr. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Yangi O'zbekiston. Yangi O'zbekistonda shunday nurli osmonda, go'zal jannat makonda el aziz, inson aziz. Muruvvat, saxovatda, Qur'on va tilovatda har doim
adolatda el aziz, inson aziz. Yangi marralarni tut, dilingdan g'amni unut. Kelajagi porloq yurt, el aziz, inson aziz. Rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Albatta, kelgusi ko'rsatuvimizda sizdan ajoyib natijalarni kutib qolamiz. O'quvchilarimizning orasida ijodkorlari ham bor. Hozir ularning ijod mahsullaridan ham bahramand bo'lamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men ushbu maktabning 11-sinf o'quvchisi Shahrizoda Atayeva bo'laman. Ushbu maktabda tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha tahsil olaman. Bolaligimdan tibbiyot sohasiga bo'lgan qiziqish aynan meni shifokorlik kasbini tanlashimga sababchi bo'lgan turtkilardan biri bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Shifokor bo'lish hammamizga ma'lumki, o'ta darajada insondan chuqur bilim, malaka, aql, zehn, idrok talab qiladi. Kelajakdagi orzularimga to'xtaladigan bo'lsak, maktabni tugatganimdan so'ng Toshkent tibbiyot akademiyasining davolash ishi fakultetiga hujjatlarimni topshirmoqchiman. O'zim tibbiyot sohasiga qiziqishimdan tashqari bo'sh vaqtlarimda kitobxonlikka qiziqib turaman, ya'ni badiiy asarlar o'qishni, mutolaa qilishni yaxshi ko'raman. Qarang, bular bir-biriga umuman qarama-qarshi yo'nalishlarda, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan siz ijod qilasiz. Bu qiyin emas. Misol uchun o'zingiz shifokorsiz, lekin bir tomondan she'rlarni ham yozsangiz. Ha, albatta. Ko'pchilik menga aytishadi, masalan, nima desam ekan, ko'ngli nozik, ya'ni shoir tabiat insonlar, shifokorlar bilamizki, sal qattiqqo'l, toshbog'irroq bo'lishadi. Shoir tabiat odamlar esa uni aksi, ha, albatta uni aksi bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan, ya'ni insonni qalbiga asosan so'z bilan davo topiladi. O'qituvchilarim ko'p aytishadi, 50% seni o'zingni olgan tajribang, malakang, tibbiy biliming bo'lsa, 50% ya'ni shirin so'zliging, odamlarning qalbiga xushmuomalalik bilan yo'l topishing orqali deya. O'zim bo'sh vaqtlarimda she'rlar yozib turaman. Hozirda masalan shu paytgacha ko'plab she'riy to'plamlarda she'rlarim nashr etilgan. Viloyat, respublika tanlovlarida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritganman shu paytgacha. Hozir sizlarga o'sha o'zimni ijodimdan Ogahiy bobomizga atalgan she'rimni o'qib eshittirmoqchiman. Marhamat, eshitamiz. Olis osmonlarning etaklaridan bir sado keldi-yu, olamni quchdi. Buyuk azim xiva minorlariga qandaydir maftunkor satrlar ko'chdi. Ogahiy ustodning qalamila biz bugun olmoqdamiz mozidan saboq, o'sha go'zal so'nmas yulduzlar uzra. Ey farzand, sen bu gal yon atrofga boq, Ogahiy izdoshi o'qigil o'rgani, bu olamda shoshil ilm tergani. Menga o'xshab qancha shaydosi bo'lgan, Ogahiy arziydi sevsang sevgani. Qabul et ushbu dam ko'ngli o'ksikdan, senga atalgandir misralar boqiy. Izdoshing ijodda qalam tebratib, nomingni kuylaydi ustoz Ogahiy. Azizlar, bugun ko'rsatuvimiz orqali mana shu maktabning o'quvchilari bilan yaqindan tanishishga muvaffaq bo'ldik. Albatta, ko'rsatuvimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, doim tadbirkorlar, umuman olganda ishbilarmonlar haqida ko'proq ana shu mavzularga e'tiborimizni qaratar edik. Bugun esa yosh iqtidor egalari, ya'ni o'quvchilar bilan birga bo'ldik va ularning rejalari bilan sizni tanishtirishga muvaffaq bo'ldik. Albatta, ko'rsatuvimizni kuzatishda davom etasiz. Biz esa faqatgina yoshlar orasidamiz. Yana ko'rishamiz.